patent qilishinglar uchun dokumentinglarga 25 ming rubl, 30 ming rubl beradi. O'rtacha 100 ming atrofida ishlanyapti oylik. 200-220 minggacha ishlab olishyapti. Bu osmondan olingan gap emas. Bu ishimiz butun Rossiya bo'ylab deyapsiz. Pyaterочка Chijik magazinini skladda ishlaymiz, komplektovchilik qilamiz. Kompaniya tomonidan beriladigan narsalar yotoq joy beriladi. Yotoq joyda o'ziga registratsiya qilib beriladi. Ishxonaga olib borib olib kelinadi, ish kiyim beriladi, ishxonada obed beriladi, trudovoy dogovor qilib beriladi. Bular hammasi kompaniyaning shotidan. Yo'q. Oho, bu hamma narsasi tekinga tushyapti-yu. Hurmatli Moskvada yurgan aka-uka opa-singillarimiz, agar sizga vaqtincha turar joy, ya'ni registratsiya va turdovoy dogovor xizmatlari bo'yicha yordam, maslahatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum qora ko'zlarim, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Sizlar bilan har doimgidek men Doniyor, siz Doniyor Fayz kanalidasizlar. Do'stlar, ajoyib ish bor aka-ukalarimiz uchun tushuntiraman. Diqqat bilan videoni oxirigacha ko'rishinglarni so'rayman. Bu ishxonaga kelib kirishinglar bilan patent qilishinglar uchun dokumentinglarga 25 ming rubl, 30 ming rubl beradi. Birinchi kundan ishlamasinglardan turib. Hozir Kamoliddin akamiz bilan tushuntiramiz. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Kanalimizga xush kelibsiz. Aytib o'ting endi, aka-ukalarimiz o'rtacha bu ishxonada qancha topishyapti? Maksimum qancha topishyapti? O'rtacha 100 ming atrofida ishlanyapti, oylik pul ishlashyapti. Maksimum 200-220 minggacha ishlab olishyapti. Bu osmondan olingan gap emas. Kelganda o'sha ishlab yurgan bolalardan so'rab surishtirsa ham bo'ladi bu narsani. Bu ishimiz butun Rossiya bo'ylab deyapsiz. Qanaqa ish bu? Qanaqa kompaniya? Pyaterочка magazinini hamma bilsa kerak, necha yillardan beri bor. Pyaterочка Chijik magazinini skladda ishlaymiz, komplektovchilik qilamiz. Texnikada tovar teriladi. Kimdir elektroroxl deydi, kimdir mulinetka deydi. Mana shunaqa narsalarda tovar teriladi. Agar menga videolarini tashlab bersangiz, men ustiga naложение qilib qo'yib ketaman aka-ukalarim. Ha, ish jarayonidan video bor. Qo'yib ketamiz xudo xolasa bularni. Xo'p, qarang endi mana O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bor. Bilet puli to'lab beriladimi, yo'qmi? Yo'q, yo'l kiraga mashina bilan keladimi, samolyot bilan keladimi, вообще nima bilan kelishidan qat'iy nazar, yo'l kiraga hech qanaqa yordam ko'rsatilmaydi. Kompaniya tomonidan nimalar beriladi tekinga? Shularni ham aytib o'ting. Kompaniya tomonidan beriladigan narsalar yotoq joy beriladi. Yotoq joyda o'ziga registratsiya qilib beriladi. Ishxonaga olib borib olib kelinadi, ish kiyim beriladi, ishxonada obed beriladi, trudovoy dogovor qilib beriladi. Bular hammasi kompaniyaning shotidan. Yo'q. Hech qanaqa pul hech kimdan hech narsa minus qilinmaydi. Oho, bu hamma narsasi tekinga tushyapti-yu. Даже bitta patentinglarni puli qolyapti, xolos, patent pulini to'laysizlar. Qolgan topgan pulinglarni O'zbekistonga, Tojikistonga otasizlar, bo'ldi. Uydagilar mazza qilib xursand bo'ladi. Даже o'sha to'lov pulini ham kompaniyaga yoqtirib qo'yishi mumkin. Kompaniya to'lab ketaveradi, oyligidan minus qolaveradi keyin. Ana shunday mashinchaga zakaz teradi unday akalar. Bunday qo'lida yoki bunday beliga skanerda osib olgan. Quloqda naushnigi bor. O'sha naushnikda aytib ketaveradi. Mana shunday qaysi adresga kelishingizni, bunday yachekalarga adreslar bor bunday. Qaysi adresga kelishingizni, qaysi riyatlarga kirishingizni aytadi. O'sha adresga kelganingizda korobkani aytib, misol bir korobkasi qanaqa bo'ladi, o'shani aytadi. Misol necha korobka kerak? O'shancha korobka olasiz. Olgan korobkangizda aytib ketaverasiz. Misol bir dona bo'lsa bir dona, ikki dona bo'lsa ikki dona aytib ketaverasiz. Shunday paletni почти odam bo'yicha qilib turib, shunday apalet chiqib qo'yib qo'yishaveradi, все. То есть uni riyatni oxiriga olib chiqib qo'yib qo'yishaveradi. Mana shuncha ish. Tovar teradiganlarning ishi shuncha. Agar patent to'lashga misol uchun vaqtinglar bo'lmaydi yoki yoqmaydi, charchaysizlar, dam olaman desalaringiz, kompaniyaga yoqtirib qo'ysalaringiz, tars har oy o'z vaqtida to'lab ketaveradi. Xuddi shunday. Muammo bo'lmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Yana bir narsani aytib o'tay. Kimlarni ishga oladi? 18 dan 40 yoshgacha erkaklarni oladi. Ayollarni olmaydi. Hozircha ayollarga ish yo'q. 18 dan 40 yoshgacha do'stlar. Endi Xuddi shunday. yosh katta akalarimiz bo'lsa qiynalib qoladi, ishlay olmaydi. Shu narsani hisobga olib kompaniya yosh belgilagan. Buni ham to'g'ri qabul qilishinglarni so'ragan bo'lardim. Bu yerda nalichka pul bilan hech kim shug'ullanmaydi. Hammani по белому, то есть dokument qonun bo'yicha оформить qiladi. Sberbank karta bo'lsa оформить qiladi, kartasi yo'q bo'lsa karta qildirib оформить qiladi. Посредник hech qanaqa yo'q. Ishga chiqqan kuningiz yozilib ketaveradi. O'sha bo'yicha buxgalteriyadan prямой kartangiz, o'zingizning kartangizga pul o'tadi. Даже ishda ketsangiz ham qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, to есть pulingizni o'tkazib berishadi demoqchi. Zo'r ekan. Bu ishimiz сделками yoki kunlik to'lanadi. Bu ish объемga aka. Qilingan ishiga oladi. Xuddi shunday. O'rtacha aytyapman-ki, 100 ming atrofida ishlashyapti. Agar harakat qiladigan bo'lsa, professional bo'lgandan keyin 1-2 oylardan keyin qarabsizki, uje
Даже o'zlarining harakatiga bog'liq 200-220 minggacha ishlab olishyapti. Ha, shu narsani aytib o'taylik aka-ukalarimiz. Bizlarning kanalimiz orqasidan mana 3 yildan buyon ish chiqarib boramiz. Kamoliddin akamiz bilan ham 3 yil bo'ldi. Birgalikda qancha joylarni ishlarini chiqarganmiz. Aka-ukalarimiz kelib davolni ishlashyapti, lekin orada nedavolnilar ham bo'ladi. Misol uchun keladi, qo'li yopishmaydi ishga. Misol uchun skladda ishlamagan, Xuddi shunday. boshida kamroq topadi. Ular 100 ming topasan, 150 ming topasan degandi. Mana ular 150 ming topyapti, men nimaga topmayapman deydi-ku. O'shunaqa aka-ukalarimizga aytadigan gapim. Sizlar kelib ishlayapsizlar, boshlanishida hamma 200 ming topmaydi. Kimdir 80 ming, kimdir 100 ming topadi, qilingan ishiga qarab. Keyin o'rganib professional bo'lgandan Xuddi shunday, keyin ha. topadi. Ha. Bu joyni aytib o'tish kerak-da. Agar kimdir kelgandan uncha pul ishlaganda edi, hamma kelib olgan bo'lardi. Ha, vot. Shu tomoni ham bor. Bemalol WhatsAppdan yozasizlar, telefon qilasizlar. Kechqurun yarim kechasi video vizitdan telefon qilmanglar, iltimos. Chunki akamiz aytayaptilar menga, Doniyor, juda ham ko'p aka-ukalarimiz telefon qilyapti. Rahmat. Ishga joylayapmiz, lekin yarim kecha telefon qiladi, deydi. Do'stlar, qo'limizdan kelgancha kerakli ma'lumotlarni sizlarga aytdik. Bunaqangi sharoitli ishlar juda ham kamdan kam. O'sha uchun telefon qilinglar, agar ish qidirib yurgan bo'lsangiz, kelinglar, ishlanglar, soqqani qilinglar. Videoga bitta like bo'lsin va videoni ish izlab yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Jo'natib qo'yganingiz sababchi bo'lib kelsa, ishlasa, oilasini boqsa, savobga sherik bo'lgan bo'lasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'linglar, qora ko'zlarim. Rossiyada yurgan yurtdoshlarimizga ajoyib imkoniyat. Har bir soatda peshona ter bilan topgan pullaringizni tejab qolishni xohlaysizmi? Yurtingizga qulay kurslarda pul yuborishni-chi? Unda Mir privilegiya ilovasini hoziroq yuklab oling va pul yuborishni eng qulay yo'lini tanlang. Mir privilegiya ilovasining afzalligi shundaki, u sizga nafaqat Rossiya rubli pasayishiga, balki boshqa banklardan ham ko'ra ancha qulay kursni taqdim etadi. Pastdagi havola orqali yoki Play Market va App Store'dan Mir privilegiya ilovasini yuklab oling va Use promokodini ishlating. Use promokodini ishlatsangiz, yuborgan summangizga qarab 1000 rubldan 2000 rublgacha tejab qolishingiz mumkin. Use promokodidan foydalaning va pulingizni tejang.